Nima uchun bugungi kunda o'sha fuqarolarning murojaatdan kelib chiqib bevosita aytaylik, xonadonlariga avvallari o'sha 30 yoki 35 kunda gaz kirib suyultirilgan gaz kirib borgan bo'lsa, bugungi kunda 65 kunda ham xonadonimizga gaz kirib kelmayapti degan gaplar aytishyapti. Bu qanchalik haqiqat o'zi? Bizda misol Farg'ona viloyati uchun nechta iste'molchi suyultirilgan gaz iste'molchisi bo'lsa, o'sha iste'molchilarga yarasha fond bergan. Mana shu berilgan fond yetarli darajada yetib kelmayapti. Ya'niki o'sha ishlab chiqarish, gazni qazib olib, qayta ishlab, undan suyultirilganini ajratib olib, bevosita logistika orqali yetkazib beruvchi korxona tashkilotlar tomonidan kechiktirish amalga oshirilyapti va o'z navbatida Hududgaz ta'minot aksionerlik jamiyati va uning tasarrufidagi jumladan misol Hududgaz Farg'ona, Hududgaz Tashliq va shunga o'xshash bo'limlar tomonidan joylarda iste'molchilarga yetkazib berish mana shu sababli kechikyapti. Hozir bu kechikishlarning sababi tahlil qilinib, bu bo'yicha misol yuqori turuvchi tashkilotlar, energetika vazirligi hammani xabari bor bu masaladan, bu muammodan. Lekin bu har yili misol mana shu oylarda bo'lib turadi. Chunki bu gazni qayta ishlab, misol mana Qashqadaryoda zavodlardan biz olamiz, misol boshqa xorijiy aksionerlik jamiyatlaridan olishimiz mumkin, yetkazib olib, ular biz faqat ta'minlovchi tashkilotimiz xolos, ular bizga yetkazgan gazini biz ta'minlab beramiz. Har yili misol mana shu qazib oluvchi korxonalar o'zlarini rejaga asosan ta'mirlash, o'sha quvurlarni, gaz jihozlarini almashtirish ishlari bilan shug'ullanishadi va mana shu ham gazni joylarda iste'molchilarga yetkazib berishda ozgina shu uzilishlarga, cho'zilishlarga sabab bo'lyapti.